Bugun siz ideal xususiy maktabidan o'zingiz uchun nima kerakli narsa oldingiz? Balandroq gapiring. Bilim deganda keng tushuniladi. Aynan qanaqa bilim? Sifatli yo sifatsiz? Nimaga yaxshi narsani sekin gapirasiz, yomon narsa tez ketadi? Usamisiz? Adabiyot. Nima uchun? Adadi yoqadimi? Yaxshi. Dadajon bilan oyijonga nima demoqchisiz? Aynan sizni shunday maktabda o'qitayotganlarga nima deysiz? Nima deya olasiz? Nima uchun? Demak, aytmoqchizki, najot ta'limda. To'g'rimi? To'g'ri. Yashang.